Agar to'xtovsiz shunaqangi qo'rqinchli multiklar yoki videolar chiqishini xohlasangiz, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Albatta, fikringizni kommentariyada yozishni ham unutmang. Men sizlarga hozir o'tmishda bo'lgan bir voqeani aytib bermoqchiman. Bu voqea sizning kelajagingizga ham ta'sir qilishi mumkin. Bu voqeani eshitar ekanman, men o'sha paytlar 7 yosh edim. Bu faoliyatining so'nggi yillarida juda boy va nufuzli oilada ishlagan. U har bir merosxo'r belgilagan vaqt ichida olish kerak bo'lgan cheklarni boshqarardi. Ya'ni buvim boy oilaning merosxo'rlari bilan bog'liq barcha moliyaviy ishlarni yuritgan. Shuning uchun u oila a'zolari bilan juda yaqin bo'lgan. U oilaning ko'plab qarorgohlaridan birida ishlagan. Gap juda qadimiy, hashamatli uy haqida ketyapti. Qadimiy uy eski, qimmat pechlar, qimmat chinni balkonlar va dumaloq yo'lak o'rtasida favvora ko'rinib turardi. Bugungi til bilan aytganda bu yetik uslubdagi saroy. Odamlar uni arvohli uy deb ham ataydilar. Ichkarisi chang bosgan, chunki bu oila bu yerga endi kelmaydi. Faqat xizmatkorlar va uyqu qarovchi odam uyga qaraydi. Buvimning ofisi aynan kiraverishda joylashgan. Derazalari polgacha yetgan shiftgacha katta devor bo'ylab. Derazalar qalin baxmal pardalar bilan yopilgan. U derazadan butun kirish darvozasi, favvora va bog'dagi orqa darvozani ham ko'rardi. Buvim butun hovlini 90% bilardi. Ikkita kirish joyi ham doim qo'riqchilar tomonidan nazorat qilinardi. Chunki u har doim pardalarni ochiq qoldirar edi. Maktabdan keyin men va 5 yoshli amakivachcham bu yerga kelardik. Uyga borish o'rniga bu yerda o'yin o'ynardik. Uy parvarishchisi bizga bog'da va yo'lakda o'ynashga ruxsat bergan edi. Ammo o'sha kuni biz ichkarida qoldik va kamin yonida o'ynayotgan edik. Buvimning ish stoli qarama-qarshi. Buvim derazadan tashqariga qarardi va to'satdan o'rnidan turdi va bizga kimdir kelyapti, o'zlaringni tutinglar dedi. U eshikdan chiqdi va allaqachon darvozadan o'tgan 2 ayolni kutib oldi. Bu g'alati edi, chunki qo'riqchilar buvimni ogohlantirish kerak edi va darvoza ochilayotganida chiqadigan eski g'ichirlash ovozini buvim eshitmagan. Lekin u bu holatni e'tiborsiz qoldirib, tabassum bilan ularni kutib oldi. O'sha hafta kelishi kerak bo'lgan yangi merosxo'rlar bo'lishi mumkin deb o'yladi. Ammo yaqinroq kelishgach, ulardan biri buvimga g'azabli tikilishini ko'rdi. Bu buvimning ichini titratdi. Ikkinchisi esa juda shirindan jilmayar edi. Shunda buvim ularning kiyinishini ilg'adi. Bu voqea 2008-yillar atrofida sodir bo'lgan. Lekin bu 2 ayol uzoq qora ko'ylakda, yuqori yoqali, krujevali libosda edi. Buvim buni g'alati deb o'yladi. Ularni ichkariga taklif qildi, cheklar masalasi hal qilish uchun. Buvim eshikni ochdi va orqasida o'girilib ofisiga qaytdi. Bizni yonimizda o'tib, o'z stolini o'tirishga shoshildi. Lekin bir necha daqiqa o'tdi, hech kim uyga kirmadi. Buvim derazadan tashqariga qaradi, lekin hech kimni ko'rmadi. Men aniq eslolmayman, lekin buvim aytishicha, ochiq eshik tomonga tikilib turganmiz. Men barmog'im bilan eshikni ko'rsatib, nega ichkariga kirmayapsizlar deganman. Buvim derazaga yana qaradi, lekin hech kimni ko'rmadi. Va ular qattiq yopiq qulflangan edi. Ularni faqat buvim qo'riqchilari va uy parvarishchisi kalit bilan ochishi mumkin edi. U hayratda, biz esa o'z dunyoyimizda edik. Buvim darhol tashqariga yugurdi, o'zini tentak deb o'yladi. Darvoza yonidagi qo'riqchiga borib, nima bo'lganini so'radi. Nega uni ogohlantirmading deb so'radi. Qo'riqchi esa ajablanib, bugun hech kim kelgani yo'q dedi. Darvoza buvim ishga kelganidan beri ochilmaganini aytdi. Buvim balki ular bog'dagi orqa darvozadan kirgandir dedi. Lekin qo'riqchi u darvoza anchadan beri muhrlangan, ishlamaydi deb javob berdi. Buvim o'zini yomon his qilib, boshqa hamkasblarini ofisga chaqirdi. Hamkasblari keldi. Qo'lida 2 katta quti bor edi. "Alo, tezroq bu yerga kelinglar.
muammo bor bu yerda, deb sheriklariga hamma narsani aytdi. U buvimni rangli ko'rib xavotirlandi. Uyga olib borib qo'yish kerakmi deb so'radi. Buvim yaxshiman dedi va qutidagi narsalarni so'radi. Hammasi ular eski allambalo, xo'jayin ularni yo'q qilishimizni aytdi dedi. Biz birga o'sha albomlarni varaqladik. Ular 1900-yillarda boshida oid qora oq suratlarda to'la edi. Lekin bir albomni ochganimizda buvim qattiq titradi va duo o'qiy boshladi. Hammasi nima bo'ldi deb so'radi. Buvim biroz oldingi voqeani aytib berdi va dedi, mana ular 1912-yilda oid bir suratda ikki ayol bor edi. Birining yuzi jiddiy, biriniki jilmaygan. Ular aynan o'sha qora ko'ylakda edi. Lekin eng dahshatlisi, amakivachcham kulib dedi. Bu suratda oyoqlari bor-ku, u yerda esa yo'q edi. Ajablanarli.